zamin, ey ona tuproq, bag'ringda ne ulug'lar yoturlar. Ey ona zamin, ey ona tuproq, bag'ringda ne ulug'lar yoturlar. Bandadan uzilgan har bitta yaproq sen tomon shoshadi sokin torturlar. İmam Maturidi Zamaxsharilar, muhaddislar shohi al-Buxoriylar. İmam Maturidi Zamaxsharilar, muhaddislar shohi al-Buxoriylar. Termizi, Xorazmi, Marg'iloniylar, ona yer senda qulun topmishlar. Bugun mo'minlarga jon kabi aziz, nurlarga ko'milgan xoki ham aziz. Fazilatli shayx Muhammad Sodiq qo'yningda yotmishlar chiqarib hordiq. Ey ona zamin, ey ona tuproq. Allohning esiga, zikriga kirish uchun ojiz banda nima qilish kerak ekan? Allohni zikr qilish kerak ekan. Oson ekan. Hazratning ilmidan bahramand bo'ldik, qalbimiz shodumon daryodek to'ldik. Inson boqiymas-ku g'aflatga cho'mdik, ayriliq zarbidan gul kabi so'ldik. Hazratim bizlarga yo'ldosh bo'ldingiz, g'amlarga botsagar bardosh bo'ldingiz. Ussali chog'imiz sirdosh bo'ldingiz, hech kimi yo'qlarga qondosh bo'ldingiz. Nur bo'lib qalblariga kirgan hazratim, ruhlari samoga uchgan hazratim, payg'ambar yoshiga yetgan hazratim, bugun yer bag'rida yotgan hazratim. Ona yer bag'rida yotgan hazratim. Ey ona zamin, ey ona tuproq. Ana o'sha arzimas bir zarra o'zini arzimas bir amali bilan o'zini yaratgan buyuk Xoliqni eslashiga sazovor bo'lishi bundan katta baxt bormi? Bugun eslab ko'zlar yoshga to'ldida, go'yo charaqlagan quyosh so'ndida. Qadam jo'laringiz nurga cho'mdida, endi sizni ko'rmagarman bo'ldida. Buyuk O'zbekning zo'r iftixori, ko'ngli yarimlarning dildagi zori, millatning ko'zgusi nomusi ori. Biz uchun umringiz tashvishlar bori. Zulmatni yoritgan kunduz edingiz, Tangrim aziz etgan dil so'z edingiz. Yo'llaguvchi yo'lchi yulduz edingiz, haqni ko'rmaslarga haq ko'z edingiz. Hofiz aziz sen duolar qilgin, ushbu ayriliqni hikmat deb bilgin. Hofiz aziz sen duolar qilgin, ushbu ayriliqni hikmat deb bilgin. Taqdiri azalga shukr keltirgin, kim kimni sevsa gar uchrashar bu chin. Kim kimni sevsa gar uchrashar bu chin. Ey ona zamin, ey ona tuproq.